Tamoyil. Kvalifikatsiyaga intilish. MWR Life biznesida muvaffaqiyat tasodif bilan emas, kvalifikatsiya orqali keladi. Har bir hamkorning oldida ma'lum maqsad va darajalar mavjud. Bu darajalarga yetishish esa faqatgina faollik, jamoa qurish va tizim bo'yicha ishlash orqali amalga oshadi. Shuning uchun har bir hamkor doim keyingi kvalifikatsiyaga intilib ishlashi kerak. Chunki MLM biznesda o'sish bu faqat shaxsiy natija emas, balki jamoaning rivojlanishi bilan bog'liq jarayondir. Kvalifikatsiyaga chiqqan lider jamoada obro' va ishonchga ega bo'ladi. Kattaroq bonus va daromad imkoniyatlariga ega bo'ladi. Tadbirlarda tan olinib, sahnalarga chiqadi. Boshqalar uchun namunaga aylanadi. Shuning uchun bu tamoyilning asosiy g'oyasi shunday. Har bir hamkorning maqsadi faqat ishlash emas, balki keyingi kvalifikatsiyaga chiqishdir. Shu o'rinda qisqacha g'oya bilan yakunlamoqchiman. Kvalifikatsiyaga intilish bu har bir hamkorning maqsad qo'yib keyingi darajaga chiqishga harakat qilishi va liderlikka o'sish tamoyilidir. Qo'rquv ortida katta imkoniyatlar yashiringan.